Abdullah. Osmonni tuman qaplayotidu. Qattiq bo'ron chiqarganda qiladi. Karvanbeshi, ko'pchilik mushayat qilishni o'ylashyapti. Agar qo'shilsalar, mushayat qilayli. Siz qanday Abdullah? Taynimizga yanayli Abdullah. Kim bundaq havoda yo'lini davom qilishni xohlaydi deysiz? Kim bundaq havoda yo'lni xohlaydi Abdullah? Abdullah. Arkamızga inip Afşen'e barayli. Abdullah, sizga bir taklifim bor. Afshanda bir uyim bor. Xohlasangiz biz ashu uyda tursak, texim yaxshi bo'ladi. Qandoq deysiz? Köp rahmet. Qani qarab baqayli. Uydagilarınız meni qarshi olamdi. Sharaf deb biladi Abdullah. Caber. Sunayni çal Caber. Hürmeyse yolu bilen Buxaradan Afşen'e qarab manduq. Muşu tapda tarihi hicriye 375 yıl. Karvan ne ketyapti? Karvan ne ketyapti? Nurg'un yo'limiz bor. Chaqqon minishimiz kerak. Yo'limiz bek uzun. Uzun. Ha, yolumuz uzun. Yolumuz Abdullah'ın karvini. Yolumuz bek uzun. Abdullah'ın karvini. Yolumuz bek uzun. Yo'limiz bek uzun. Bek uzun. Ha, yolumuz uzun. Abdullah, qarang. Bulutlar tarqab havo ichilyapti. Allah mu bizning Afshanga berishimizni to'g'ri ko'ribdi. Xayrlik bo'lsin. Ko'pchilik tarix cho'llarda yo'qolib ketganlarning hisobotini so'ramaydi. Bu vaqtcha kim cho'lda yo'qolib ketibdi? Tarix cho'llar yo'qolib ketganlarning hisobini so'ramaydi. Tarix cho'llar yo'qolib ketganlarning hisobini so'ramaydi. Hey karvandikilar. Hammamiz birlikda Afshanga qarab ketyapmiz. Muşu tapda tarihi hicriye 375 yıl. Aka. Mehmoningizdan Qur'on o'qish uchun kechda yondirdig'anga jinchiroqda yarildim. Uning chirg'i qalbida, singlim. Kitap o'qiydiganimni qandoq bildingiz? Qulog'imga oyatning ovozi anglandi. Qur'onni nihoyat go'zal o'qiydi ekansiz. Ichiga kirang. Qani kiring singlim. Assalomu alaykum. Sizga jinchiroqqa keldim. Va alaykum assalom. Siz bizga jinchiroq emas, yo'rg'uliqqa keldingiz. Ko'nglimdagi gaplarimni bugun deymi yoki ko'nglimda qolsinmi? Nima to'g'riliqdi? İsmim Abdullah. Hasan ibn Ali ibn Sinan'ın oğlu. Buxaradan keldim. Hümeysaga qiladigan ishim bor edi. Hümeysaga ketyapman.
Men to'y qilmagan bo'ytaq. Andan keyin Maqsadingiz nima? nima demoqchisiz? Tamamen güzel g'oyila. Maqsadimni aytay. Ammo bir taklifim bor. To'y ko'ylak kiyishingizni umid qilaman. Yoki men sizga mos kelmamdikanman. Agar men so'rab kelgan bo'lsangiz, buni akam bilan deyishim. Dadam yurtimizning begi edi. O Xalifa Mansur zamanında Buxoroga kelib yashagan ekan. Ondan Hurmaysa degan yezni ishlashga boshlabdi. O chaqlarda Hurmaysa yezlarning eng cho'ng ekan. Keyin Hurmaysaga noit yaqin bo'lgan Obshan mahallasidan Stora ismli bir qiz bilan to'y qilibdi va shu yerda yashapti. Men va ukam Mahmud shu Obshanda tug'ilgan ekanmiz.
Mübarek bolsun. Oğulken. To'xta balam. Assalomu alaykum buva. Va alaykum assalom. Bu kitaplar kimning? İkimizning. Biz Şeyh İsmail Zeyd'ning maktabida o'qiymiz. Abdullah Sinan'ning o'g'illari bo'lamiz. U Humaysaning qurg'uvchisi va boshqurg'uvchisi. Men Husayn. U ukam Mahmud. Undaqda nemishqa hammasini u ko'tarib oldi? Chunki men cho'ngda Yoshdimi yoki ilmdimi? ikkilisida. Men aqlimni ko'chirma, u qo'lida. Bu kitobda adolat va barobarlik to'g'risida mazmun yo'qmi? Bor. Undaqda aqlingni ko'tarib olish kifoya qilmaydi. Bir qismini sen ko'tarishing kerak. Ko'mayapsan. Bular uningga bek eg'ir kelib qopdi. Bo'ldi. Endi men angla. Kitaplarni menga ber.
Çapsam bu. Özümü tanıyma. Ustozinglar bilan hargiz talashmanglar. Dadingiz xotiringizni ko'rib bek hayron qoldi. Lekin bilarmanlik qilibsanman. Agar bilarmanlik qilib xato qilib qo'ysangiz, o'zingiz xijilib qolsiz. Muvaffaqiyat qozonish o'zingizga bog'liq. Biladiganlaringizni hamma odamga deb yurmang. Sir saqlang va pishiq o'gining. Pishiq bilgandan keyin o'gatsangiz bo'ladi. Dadingizni doim xushal qilishga tirishing. Siz noyatda aqlli bir bola. Allohim, har doim o'g'limga madadkor bo'lgin. Uningdan yordamingni ayma. Biz faqatla sendan umid kutamiz Allohim. Kim uchun duo qilyapsiz? Men uchunmi? Siz uchunmi duo qilaman? Ammo hozir Husayn uchun duo qildim. Uning hozir ahvoli bexatarlik. Husayn ilmga oshiq. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Qani, o'tir. Sening yozgan xotiralaringni ko'rdim. Ammo ba'zi mazmunlarni tushunamadim. Sen bir kechida yozganni men 3 kunda o'qib tugatdim. O'g'lon, sen mazmunini bilmay turib, nimanchilar aldiraysan? Kvadratning yuzi bir bo'lsa, taraflari qancha bo'ladi? Hamma tarafi bir bo'ldi ustoz. Undaqda 102 bo'lsa qancha bo'ladi? Kvadratning har bir yuzi tangdir ustoz. 3 bo'lsa qancha bo'ladi? Siz bergan topshiriqlarning hammasini ishildim. Degan kitoblaringizni o'qidim. Yüzü 3 bolsa taraflarımı onunla masalda çoğuydu. Şer yulduzlar türkümüde cemi qancha yulduz var? Sizge şer yulduz türkümüdeki hem yulduzlarını sanab bereleymen ustoz. Əməliyyatda bu məzmun to'g'riliq bir qancha kitob o'qidim. Ammo yana o'qimoqchi bo'lgan bir necha kitob to'g'riliq sizdan masala so'ramoqchi edim. Bu yulduzlar birinchisi tarix yulduzidir. 7 muqarrabni sanab baqina. Bo'ldi, biladiganingni bilma. Mavjudlikning 7 haqiqati nima? Yaratquchi, aqlning va ongning umumligi va xosligi, zaman va makon. Şer yulduzlarının türkümüde qancha yulduz var? Nabi, imom, vasi, hujjat, bab, doi, mustajib.
Yaxşı. İçindeki sırlarını tişinge çıkama. Bek yaxşı ügünüpse balam. Bek yaxşı. Ügendim. Ama kalbim bulanı tasdiqlamaydı. İçindeki sırlarını tişinge çıkama. Hükümlerinin hakikati nerede? Hükümlerinin hakikati ayetlerinin içidedir. Ama bilimlik ustaz. İşçiga yetiş üçün tişidin kiriş gerek. Mening bir sörtüm ba ve onun iki yüzü ba. O zahirden qıçıp qutlanmaydı. Olemlerini bilgüçüge Cebrail aleyhisselamның vasısı bilen ulaşkan peygamberlerin ama qıçış imkaniyeti yok. Allah bizi sakılsın. Biz kim idik? Hükümlerinin aşkarısı ve mehbisi bardır. Fakat siz ve bizning hükümlerge yetelişimizin birden bir yolu o zahirden ve suretten ötüşümüz gerek. Bu sözlügenlerin mendeki mevcutlık temisi da ve işki sırlar hakkındaki Risale Ebu Abdullah Natiri'nin ilmidin çetlep gitti. Yani sonra aydağınların var mı? Hı? Allah kainatını yaratıştan burun ilahlıktan başka nima kılattı? Burun mu? Burun mu? Allah kainatını yaratıştan burun nima kılattı demekçi şundak mı? Bu dadangı da. Dadangı da hal çakırıp gel. Demek yaratıştan burun. Alemni yaratıştan burun. Estağfurullah. Tahtın başka nima iş kılattı şundak mı? Şundak mı? Alemni yaratıştan burun. Estağfurullah. Ada apa tez bulunlar. Ma'qul, mana. Yaratıştan burun. Alemni yaratıştan burun. Alemni yaratıştan burun. Oğlunuz bexatarlik bir sual sordu. Sizge 3 egiz gipim var Abdullah sana. Birincisi, yani bir qitim bundaq sual sormaslık üçün onu cazalayma. Oy can. Oy putum. Oy. Oy. Oy putum. Oy. 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 Oy putum. Oy. 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 Neymiş buldu hanım? Murabbim ügüsünçüp gitti bilini kayrı aldı. Anlaşımcı bu yerden ait bilimlik bir teyip bakken. Bilimlik hekim mi? Kayne içi kırınla. Bilimlik hekimli yeniği baraylı. Bilimlik hekimimiz hem de aralı 12 yaşında. Sebebi o menden men cevabını bilmeydiğim bir sual sordu. Bana. Bu birincisi. İkincisi. O beni bir ustad orunda görmedi. Gipimni anlamadı. Bana anlama. Bana anlama. Bana. Şundak bunu da anlamasam. Üçüncüsü. Biz bilmeydiğin narsalar biz üçün çonqur bo'lgan narsalardir. O ilimden başka hiç narsa öğrenmesi gerek. Şundan yani
Men ügetkendim başka. İşini mi ügenmesi gerek? Ustoz, bizni kechiring. Bu yerda qiling. Qalamayman. U mening gapimni anglamasa, olamlarning yoritishidan burungi ishni Allohdan boshqa kim biladi? U shariat ilmidan boshqa ishni bilmaydi. Yana bir necha kun qolgan bo'lsangiz, biz bek xushal bo'lgan bo'lardik. Endi qalamayman. O'quvchim gapimni anglamadi. U shariatdan boshqa narsa o'rganmasi kerak. Endi qalamayman. Ham qolmayman. Ey bilimlik ustoz, bizning jinimizni qamdaydigan odam ügüsünçü qilib tushdi. Endi bizni baqama so'p qoldi. Bizga yordam qiling, uni davolab saqaytib o'tinay. O'rningizdan turing, xonim. Men tevib emas. Oyjon. Sizga yordamlashay ustoz. Oyjon. Oyey. Oyey. Oyjon. Oyey. Ağrıvatqını bilime. Ama biraz sabır qiling. Sizga nima ish oldi? Bek bilim ağrıp gitpardı. Oyjon. Oyey. Oyey. Oyjon. Oyey. Oyey. Oyjon. Oyey. Oyey. Bek ağrıp gitti. Oyey. Tomo bek ağrıvatıdı. Azroq sabr qiling. Oyey. Mushkichik bo'lib mening erimni davolabda. Oyey. Men tevib uni saqaytishga tirishiman. Ammo Allohdan yordam so'rayman. İnşallah javobsiz qolmaymiz. Oyjon. Oyey. 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 Usab ketgan qalay kelinglar. Usab ketgan? Oyjon. Bu ilimning savdosi bo'ldi. Allohim, uning bu yo'lda ilgirilishi uchun uningga yordamchi bo'lgin. Oyjon. Oyey. Oyjon. Oy bilim. Oyey. Oyey. Oy bilim. Oyey. Oyey. Oy ptam. Oyey. 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 Yaxshi bo'lib qolgandek his qilyapman. Kalasuni ishgan siri qo'rsqi yo'g'onlashga boshildi. Va ustixonlaringiz joyiga tushib yaxshi bo'lib qoldingiz. Mahmud, Putung qandaqroq? nima yugurayli?
Seni terbiyeleş üçün nurgun bedel töledim. Eng muhimi sen ügünüdüğün nurgun nersiler bak. Ey Abdullah Sinan. Bizning evetken adımımız Hürmeyse'ye geldi. Ve Hürmeyse'de sizden ağan 7 dinardan 7 derhem artık emas. Biz bu yerde toplagan pullarımız ve tökken kanlarımız için yaşavatımız. G'aznavilar bizni nihoyat qo'rqidi. Ham G'aznavi podshohi biz bilan munosibati yaxshi. Ismimizni anglag'anla qo'rqib titraydi. Agar siz kechirishimizni umid qilib kelgan bo'lsangiz, aytib beqing. Qancha tanga ep keldingiz? Siz eng ulug'siz. 3 dinar özüm üçün, oğlum üçün 7 dinar ve 30 dinar keçirişiniz üçün. Cemi 40 dinar. Bu pullarning bedeliga nima talab qilasiz? Keçirişinizni ve Allah'a bağlanışni. Endi o'g'lingiz deb baxsun. Allah'a baribir bog'liqlik men. Faqatla kechishingizni umid qilaman. Ben oğlumның sağlam bo'lishini xohlayman. O'g'lingiz desin. Kechishingizni umid qilaman. Bundaq desanglar bo'lmaydi. Bundaq desanglar bo'lmaydi. Bala, isming nima? Abdullah o'g'li Husayn. Sen hozir qaysi yo'lda? Xizmat yo'lida. Kimning xizmati? Allohning xizmati. Undaqda bizning yenimizga nima deb kelding? Bu dadamning orzusiga binoan ve sizdan bir savol so'rash uchun keldim. Qani so'ra. Sen aqlliq ve samimiy ko'rinayotsın. Tabiatdagi eng go'zal narsa nima? Bu savolga hamma odam javob bera oladi. Hayvon, suv ve beden. Inson degan nima? Aldı bilen insan aql egisidir. Tefekkür qila oladi. Yani insan degan anglaydi ve cevap qaytara oladi. Cevap qaytara oladi. Undaqda inson hayvonning bir turi hisoblanamdi. Fakat bir farqi bor. İnsan aqlliqdir ve o sebeplik fikir yurgiza oladi o'g'lim.
Sözleşi üçün birinin bilişi gerek. Birinci kelimeni qayerda öğrenipdi? Burun Hazreti Adem deb biri bor edi. Ondaqda insanlar Allah'ını perişler arqılıq tanıganma? Shundoq. Ondaqda aytib beqingə. Nimişqa insanlar başqalarının deganini anglaydı? Allah haqqında özləri tefekkür qılanmamdı. Ey ulug' zot. Mening o'g'lim Husayn jiq savol so'raydi. O'zingizga ep ketmang. Bu savolga javob beraymi? Jinimnimi? Faqat bilish niyati bor xolos. Derhal mendan kechirim so'rasin. Keçim sorumayma. Çünkü cevabını bilmedim. Bu işçini derhal qo'g'lab chiqaringlar. Kechirim so'rayman, hazratim. Kechirdim. Qaytinglar. Keldik. Dağlık hakim müşiyede. Qara, biz at üstüde hiç harmaymiz. Digine, Hürmeyse'nin aksakılının uyu rıs yedimi? İşençin bağ mı? Ba. Abdullah benim dadam. Dağlık hakim akam buludu. Qani mağayli. Kilimla. Allohga shukri. O'g'limizning kelgusi nihoyat parlaq. G'aznaviy podshohidan turk podshohigacha o'g'limizni izlab odam evatibdi. U endi o'rdiga bordi. Begim, ben korkuvatımen. Onun işi orduğa nispeten bek kiçik. Ha. Bek ansirab ketmang. Assalomu alaykum, Hürmeyse'nin aksakılı. Oğlumuz Hürmeyse yurtının en yaxşı hakimimiş. Onun bilen görüşkili geldik. Sultan Mahmud ağır kesel bop kaldı. Sizlerge sultanımızın hürmetini ve salimini hep geldik. Şunun bilen oğlumuzun tali ondan kep qala. Sultanımız onu orduq teklif kıldı. Uni baş hakim qilmoqchi. Oğlum Hüseyin tığı bir balı tursa. Şunda onun kiçikligini bilimiz. Balam sultanımızın xizmetleriga pido bo'lsin. O'rninglardan turinglar.
Sizlarni Hüseyinning yeniga iparay. Sultanning talabini o'g'limga o'zinglar aytinglar. Oğlum Hüseyin, seni köygülü mehmanlar kepti. Bular Sultan Mahmud'ning odamlari. Qaytib keyin kelsin. Hozir degan o'yin vaqti. Biz Hüseyin uchun keldik. Bu bal uchun emas. Bu balning qo'ldan hech kelmaydi. Sizlar izlagan odam men shu. Bu qandaqmı hakim bo'lsin, texi daraxtlar o'ynab yursa. Agar sizlar bilan o'rdiq kessam bu daraxtlarni ilib ketmayman. Ey sultanning odamlari. Mening Huseynim taqa bir kichik bola. Degan gaplarni ko'nglinglarga olmanglar. Bizning ko'ksimiz polatdan qattiq. Vujudimizda qo'rqinchoqlik va ojizlik yo'qdir. Nima deb ustimizga og'dakmiz? Rastulloh G'aznaviydan Hurmaysa kelgan Abdullohning o'g'li Husayn bo'lamsan? Gap qila. Ha, u shu. Uning o'zirlarini sultonimizga yetkazib qo'ying. Hüseyinning umidi cho'ng bo'lganda ota-onasining yindi qilish. Bilimlik va dono bir hakimning daraxtlarning ustida nemishi bor xonim? Daraxt ustida o'ynayotgan kichikkina bir balani ilib, basak Allohlarni qilmamdiq. Sultonimiz bizni o'rdiq mahkum qildi. Tushunyapsizlar? Agar bundoq bir ahmaq ish qilsak, podshohimiz bizni o'ldirib yetadi. Ey askarlar, anglashimcha sultonning ahvoli nihoyatda nochar ekan. Agar daraxt ustida bo'lmagan bo'lsang, o'lgan bo'lardim. Sultonimizga aytib qo'yinglar. Men hech bir sultonning asiri emas. İnsanның hayotligi uning hurligida. Bu kichikkina bola cho'nglardek gap qildik, ha? Ay hakim, sen nimishqa daraxtlarning ustiga chiqib olding? Bu mening balaliqim sultonning askarlari. Sultanimizga bütün Buxoro davlatini va boshqa yerlarni izlagan bo'lsaqmi, yanala dana hakimni topolmadik. Yer ustida tebilmadi danglar. Onu topolmadik demdik. Meni yerda ko'rdinglarmi? He, ko'rdik. Yo'q, ko'rmadik. Seni yer yuzida ko'rmadik.